Barchalarga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Craft Nova. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Minecraft Pocket Edition'ga skin qo'yishni o'rganamiz. Qani bo'lmasamiz videolarimizni boshladik. Короче, birinchi bo'lib mana shunday skin turgan bo'ladi. O'shaning ustiga bitta bosib kirasizlar. Bosib kirsanglar sizlarda bunday tanlab qo'ygan sizlar tanlagan skinlar turgan bo'ladi. Bunaqa joyda hech kim yo'q bo'ladi. O'shanga bitta bosasizlar. Bosganlarda o'sha tanlaysizlar. Galeriya ham yo fotosga ham bosib kirasizlar. Kirganlardan so'ng birorta skin tanlaysizlar. Misol uchun Kaizo skinini bossanglar, uni qo'yilib qoladi. Buni qo'yiladi Kaizo skiniga. Короче, keyin birorta mirga shunday kirib turib qarab turib qarasanglar, mana Kaizo skini qo'yilgan bo'ladi. Bolalar, mana bu skinlarni qaydan olamiz desanglar, men Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga mana shu Pocket Edition versiyani ham, mana shu skinlarni ham, masalan, skin tortsa bo'ladigan ilovani ham tashlab qo'yganman. Telegramga havola video описаниесida bo'ladi. Ko'rganlar uchun rahmat. Videomizga bir like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 700 ta obunachiga, 650 ta obunachigacha qoldi. Hammaga rahmat.